Assalomu alaykum qadrli aziz vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobuslarimiz aka-ukalar, kimda kim ketadigan bo'lsanglar, ishonchli nomerlarga qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanasiz aka-ukalar. Kanalimizga YouTube, like, kommentariya boshingizdan chiqmasin. Xudo xolasa bizni kuzatib borsanglar, har kunlik videolar qo'yib boramiz. Mana Zoya blogerimiz ham kelib qolgan Toshkentdan. Xudo xolasa akalar, bemalol telefon qilaverasizlar, ishonchli nomerlarga qo'yamiz. Avtobusning holatini hozir ko'rsatamiz. Mana hozir avtobus holati. Mana avtobus ichki holati akalar, ukalar. O'ta go'zal, ideal sostaniyada. Avtobuslarimiz 90% ga yotadi. Mana ukamiz xudo xolasa hozir keldi avtobus borka qilib. Ichkida O'zbekiston magazin shopirmisiz? Klientmisiz? Yo'q, men shu yerda nima? Turibman hozircha. Avtobus nima deysiz? Yaxshimikan? Yaxshi. Mana avtobusimizda televizor, konditsioner, hamma yo'q bor. Zoya bloger yana mana shu ikki olgan adashib Moskvada.